Avtomashinaga xush kelibsiz azizlar. Bugun siz bilan shunaqa bir mashinani ko'rib chiqamizki, uni ko'rgan odamning kayfi ko'tarilib, qoli shundoq ignagna kalitga borib qoladi. Chunki Chevrolet Malibu 7 degan bu yengilmas sedan hozirgi zamonning nafaqat qulay, balki haqiqiy VIP darajadagi haytlanadigan yulduzi. Dizayni esa shunchaki chiroyli emas, balki ko'rgan odamni o'ziga tortadigan oqimdagi chiziqlar, aerodinamik shakllar va zamonaviy, keskin kesilgan farlar bilan to'ldirilgan. Oldingi panjarasidagi katta, o'ziga ishongan Chevrolet Malibu 7 logosi esa mashinaga "Men maydonga chiqdim, yo'l meniki" degandek qat'iyat bagishlaydi. Mashina qora bo'ladimi, oq bo'ladimi yoki kulrangmi? Har holda atrofdagilar uning yonidan o'tib keta olmaydi, chunki dizayn detallarining darajasi darhol ko'zga tashlanadi. Saloniga kirgan odam esa o'zini bir zumda biznes klassda yurgandek his qiladi. Katta ekranli infotainment tizimi, raqamli panel, yumshoq siyrak tikilgan premium o'rindiqlar, yengil yumshoq atmosferani berib turuvchi ambient chiroqlar hammasi birgalikda egashdi. Mana shunaqa bo'lishi kerakda zamonaviy mashina degan fikrni uyg'otadi. Rulini ushlaganingizda esa u sizga o'zi bilmasdan shunchaki "Hayda meni, hayda" deb turadigandek. Quvvat masalasiga kelsak, bu modelning yuragi yengil ham emas, kuchsiz ham emas. Aytganda tepaga otlanadigan barqaror dinamika, tekis yurish, kuch sarfini me'yorda boshqarish hammasi ideal balansni yaratadi. Yo'ldagi tutib turish darajasi esa shunaqa yaxshi zabardastki, hatto yo'l notekis bo'lsa ham Malibu o'zini hech narsadan qo'rqmaydigan, o'ziga ishongan mashinaday tutadi. Yon tomonlardagi aerodinamik chiziqlar yengil o'tuvchi shamol bilan uyg'unlashib, mashinaga tejamkorlik ham qo'shadi. Mashinani haydab ketayotganda o'zingizni shunchaki haydovchi emas, balki Cadillac-ning kichik amakivachchasi ichida o'tirgandek his qilasiz. Orqa o'rindiqdagi joy esa shunaqa kengki, ba'zan odamning o'zi ham "Bu sedanmi yoki kichkina mehmonxonami?" deb boshini qashlab qoladi. Yukxona esa katta bo'lib, savdo qilishdan tortib sayohatgacha hamma narsaga yetadi. Xavfsizlik tizimlari haqida gap ketganda esa Lane Assist, Blind Spot Monitoring, avtomatik tormoz, old sensorlar, orqa kamera, adaptiv cruise, xullas siz haydash bilan band bo'ling. Qolgan hamma nozik ishni o'zi qilishga tayyor turgan aqlli yordamchilar bilan to'la. Ba'zan mashina o'zi juda aqlli bo'lgani uchun "Men ham haydaymanmi yoki bu mashina o'zi meni olib yurayaptimi" degan hazil eslab ketadi. Lekin baribir Malibu 7 haydash zavqini uzoq vaqtgacha yo'qotmaydi. Yonilgi sarfi esa juda me'yoriy va iqtisodiy bo'lgani uchun cho'ntagingiz ham sizga minnatdor bo'lib yuradi. Tashqi ko'rinishining VIP holati, ichki qulayligi, texnologik imkoniyatlari, kuchi va zamonaviy funksiyalar jamlanib, bu modelni ko'pchilik haydovchilar orzu qiladigan o'ringa olib chiqadi. Xullas do'stlarim, siz Malibu 7 bilan ham ko'zni quvontirasiz, ham yurakni yayratasiz. Mashina shundoq o'zi shay turadi, haydang deb, deyarli sizni kutib, ko'chaga chiqishga undab turadi. Endi agar sizga bugungi video yoqqan bo'lsa, albatta like bosing, fikrlaringizni sharhlarda qoldiring. Qaysi model haqida keyingi videoda gaplashaylik deb o'ylayotgan bo'lsangiz bemalol yozing va eng asosiysi kanalga obuna bo'ling, chunki siz bilan yana ko'p ajoyib mashinalar haqida gaplashamiz. Doimiy ravishda yangi videolar bilan sizni kutib qolaman.